Assalomu alaykum oshxonaviy ishqibozlari. Biz Farg'ona viloyati Qo'qon shahariga oshxonaviy yo'limizni olib keldik. Xo'p, finalimiz bu chekkadan, xo'p, bu burchagimizgacha общий razmeri 3,10 sm. Xo'p, bu joyimizgacha 3,10, u burchagimizdan mo'ykamizni bu boshigacha bu 1,38 sm joyiga tagini o'zini mo'yka qo'yildi. Mo'yka xonadon egasidan bo'ldi. Mo'ykamizni 950 ming so'mga olishibdi. Artizonlari hamma yo'q, simisitrlarigacha bor. Endi ustanovka bo'ladi. Taylarini ham teshib chiqarib qo'ydik chiroyli qilib. Bu tomoni kengroq narsa qo'ysa ham bo'laveradi, foydalansa. Bu joyimizga gaz qo'yiladi, tepasiga vitishga. Tepalarini ham tayyor qilib teshib qo'ydik. Ag'i bemalol tomdan chiqib ketaveradi. Bu oshxona mebelimizni nomi. Hop, oldi akril, Cappuccino degan svetdan 1,8 qalinlikda. Takcho firmaniki, qalinligi 1,8, chekkadagi lentalari birlik glansiy bosilgan. Hop, oshim-oshiqlarimiz to'tadan qatirilgan. Polkalari ham katta-katta, ichlari ham chuqur bo'ldi. Kafellarini ham chiroyli qilib bosib, bu tomonlarigacha burib berdik. Hop, bo'ylariga keladigan bo'lsa 2,15 sm bo'ldi, chunki tepada turbalarimiz bor ekan, ataplenamiz bor ekan, shu sababli bo'yni jichcha pasaytirib qo'ydik. Hop, shu oshxona mebelimizni общий narxiga keladigan bo'lsa 7 million. Shu oshxona mebelimiz bu tomondan 3,10, bu tomonga 1,37, 7 million 600 ming so'mga olib kelib ustanovka qilib berdik. Xudo xolasa chiroyli qilib. Doskalari chorniy serebro har doim qo'yadiganimiz chiroyli svet tegisidan rossiyskiy doskalardan qo'yib berdik. Ruchkalarini ham Cappuccino svetga moslab chiroyli qilib tillo svet qilib qo'yib berdik. Xo'p, pollarini artish uchun oson bo'lishi uchun taylarini bemalol artib tozalaymiz deganlari uchun oyoqlarini ham kattaroqlaridan qo'yib berdik. Bemalol ana shu pelesosimiz tushaveradi, bemalol tozalasa bo'laveradi. Xo'p, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon nomerlarimiz 93 569 87 41 nomerlariga telefon qilaverasizlar. Hammaga rahmat. Bittadan like bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Qulayliklariga keladigan bo'lsak, tortmalarida plasmassa shilkasi bor. Tuz quruqchoq qo'yadigani, xo'p, magnetlari, diod chiroqlari, magneti, xo'p, bu mo'ykaniki, mebelning ichida emas. Plyunslarni ham chiroyli qilib qo'yib o'rnatib qo'ydik. Hop, bittadan like bosib kuzatib borayotganlarga rahmat. Jonlaring sog' bo'lsin. Tanish bilishlariga ulashib qo'ysalaring juda yaxshi ish bo'lardi. Hop, bitovoy texnikamiz vaqtinchalik kemaganlik sabab qo'ymadik. Buni ham xudo xolasa qo'yib bitkazib olishsa juda chiroyli ish bo'ladi. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.